2023-yilgi sport taqvimidan o'rin olgan barcha musobaqalar va mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etgan zamonaviy beshkurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi belgilangan vazifalarni a'lo darajada bajardi. 24-sentyabr kuni Hanjouda tashkil qilingan Osiyo o'yinlarining litsenzion turniri doirasidagi ajoyib yangilik muxlislarni ayniqsa quvontirdi. Sportchimiz Alisey Faxrudinova qit'aning eng muhim starti doirasida birinchi bo'lib 2024-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlarining qimmatbaho yo'llanmasiga ega chiqdi. Shu jarayon mobaynida Xalqaro zamonaviy beshkurash ittifoqi prezidenti Klaus Shorman zamonaviy beshkurash federatsiyasi rahbariyatini tabriklab, sportchilarning mahoratlari yuksalib borayotganini ta'kidlab, butun jamoa, jumladan bosh murabbiy Vadim Chudnovskiyning mashaqqatli mehnatini yuqori baholadi. 2023-yilda terma jamoamizni har bir vakili belgilangan vazifalarni munosib bajarib, Alisey Faxrudinova niyat qilganimizdek Olimpiada litsenziyasiga musharraf bo'ldi. U barcha jahon kubogi bosqichlarida va jahon chempionatida ishtirok etishni rejalashtirgan. Yosh umidli sportchilarimizdan ham ko'nglim to'ldi. Ular o'z imkoniyatlarini munosib namoyon etishdi. Shogirdlarimizni har biri muvaffaqiyat sari intilib, yuqori natijalarni qayd etishga shay. Bu bizni quvontiradi albatta. Ular uchun ham 2024-yilgi sport taqvimi tadbirlarga boy. Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish yanada ko'proq mehnat, qattiq tayyorgarlik va strategik rejalashtirishni talab qiladi. Sportchilarimiz Olimpiada o'yinlarigacha o'z mahoratlarini oshirish, jismoniy va ruhiy jihatdan eng yuqori cho'qqiga erishish uchun murabbiy va mutaxassislar bilan birga ish olib borishyapti. Alisey xorijda o'quv mashg'ulot yig'inlarini davom ettiryapti. Tokio 2020 ishtirokchisi bo'lgan Faxrudinova Parij 2024 da ham bor mahorati, yillar davomida ortib borayotgan tajribasini namoyon etib, g'alaba uchun jiddiy kurashga kirishish niyatida. Men Tokio Olimpiadasidan so'ng albatta Parijdagi o'yinlarda ishtirok etishni niyat qilgan edim. Buning uchun litsenziyaga ega chiqishim shart edi. Buni uddaladim. 2023-yil men uchun yuqori natijalarga boy yil bo'ldi. Menga kerakli sharoitlar yaratib berilyapti. Hozirda men uchun maxsus tuzilgan reja asosida tayyorgarlikni boshlab yuborganmiz. Barchani yangi yil bilan qutlab, 2024-yilda mustahkam sog'lik va Olimpiadada zafarlar tilab qolaman. 4 yillikning eng nufuzli musobaqasiga tayyorgarlik yo'lida O'zbekistonda zamonaviy beshkurash sportini rivojlantirish ham alohida o'rin egallab keladi. Bu borada murabbiylar va mutaxassislar shtabi faoliyatini takomillashtirish ham katta ahamiyatga ega. Davlatimiz tomonidan keng ko'lamli sharoitlarni yurtimizda tashkil qilish uchun hozirda Toshkentda zamonaviy sport bazaning qurilish ishlari boshlab yuborilgan. У нас был насыщенный этот 2023 год. 2023-yil boshidan terma jamoamiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Misr, Belarus va Xitoy davlatlarida tashkil qilingan yirik xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Yoshlarimiz ikkita jahon kubogi bosqichlarida qatnashdi. Osiyo o'yinlarida esa biz ko'zlagan maqsadimizga erishdik. Alisey O'zbekiston sport delegatsiyasi hisobiga Olimpiada litsenziyasini qo'shib qo'ydi. Samira ham munosib ishtirok etdi. Bilasizmi, zamonaviy beshkurashda konkur musobaqalari juda mashaqqatli o'tadi. Chunki sportchi o'zining oti bilan emas, mezbon davlat bergan ot bilan qatnashadi. Va 15 yoshlik sportchiga juda qaysar va o'yinqaroq ot nasib etdi. U yuqori ko'rsatkichlarga ega chiqib kelayotgan sportchimizni uloqtirib yubordi va vakilimiz kerakli ochkolarni yo'qotdi. Lekin Samira juda salohiyatli, kuchli sportchilardan. Ishonamizki, uning kelajagi porloq. Были на сборах в Минске, в Беларуси. Vakillarimiz Issiqko'l, Minsk va Qohirada tashkil qilingan xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari doirasida kerakli tajribaga ega chiqishdi. Bu tayyorlov jarayonida Belarus, Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlardan kuchli sportchilar qatnashdi. Ayniqsa qilichbozlik va boshqa sport turlarida mahoratlarni yanada charxlab olishga erishishdi. Undan tashqari zamonaviy beshkurash federatsiyasi tomonidan lazeran musobaqasi bo'yicha 3 ta tadbir uyushtirildi. Maqsadimiz viloyatlarda ham zamonaviy beshkurash sport turini yanada rivojlantirish. Fursatdan foydalanib barcha muxlislarni, mutaxassislarni, murabbiy va sportchilarimizdan 2024-yil bilan muborakbod etaman. Bizda Olimpiya litsenziyamiz bor. Endi faqat g'alaba sari intilib, Parijda medal uchun munosib ishtirok etishimiz shart.
Yosh, kuchli, istiqbolli sportchilar terma jamoaga jalb qilinib, xalqaro sport arenasida ular muvaffaqiyatli ishtirok etishyapti. Umidli sportchilarimizdan biri 15 yoshli Samira Abzalova. Bu qizimiz Osiyo o'yinlari doirasida Alisa Faxrudinova kabi final dasturida ishtirok etib, yurtimiz sharafini munosib himoya qildi. Osiyoning 18 nafar top sportchisi orasida Samira o'z o'rniga ega bo'ldi. Sportchi qizimiz hozir ham eng iliq xotiralar bilan Xitoyda tashkil qilingan yirik musobaqalarni eslaydi. 2023 год был незабываемым. Bu yil biz uchun turli xil yirik musobaqalarga boy bo'ldi. Yurtimizda va xorijda tashkil qilingan uzluksiz o'quv yig'in mashg'ulotlaridagi ishtirokimiz ham albatta manfaatli edi. Kuchli raqobatga duch keldik. Bu jahon sport arenasida tabiiy albatta. Hozirda raqiblarimni yaxshi bilaman. Ularni sport turlaridagi texnika va taktikalari bilan ham yaxshi tanishman. Kelajakdagi yirik startlarda kerak bo'ladigan tajriba deb hisoblayman. Fursatdan foydalanib bizga katta ishonch bildirgan federatsiyamiz rahbariyati, murabbiylarimiz va biz bilan ishlaydigan katta mutaxassislar jamoasiga, menga barcha musobaqalarimda hamroh bo'ladigan onajonimga tashakkurimni izhor qilib, barchaga 2024-yilda mustahkam sog'lik va omadlar tilab qolaman. Yigitlarimiz ham xalqaro maydonda kerakli tajribalarni orttirib kelishyapti. Shu bilan birga ularning natijalari ham ko'tarilib boryapti. Doniyor Rahimov jamoadoshlari bilan ko'plab yirik turnirlarda ishtirok etdi. Doniyor ham kelajakda Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish niyatida. Buning uchun tinimsiz mehnat qilish, mahoratini doim oshirib, kerakli reyting ochkolarga ega chiqish kerak. Kelajakda o'ziga Olimpiada musobaqalarida ishtirok etishni maqsad qilib qo'ygan Rahimov albatta uni amalga oshirish niyatida. 23 год прошел у нас очень благотворно. 2023-yil terma jamoamiz uchun muhim musobaqalarga boy yil bo'ldi va ularda ishtirok etishimiz uchun bizga barcha kerakli sharoitlar yaratib berildi. Doimiy ravishda biz Issiqko'lda, Minskda va boshqa davlatlarda xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirok etganimiz kerakli tadbir edi. Turkiya davlatida jamoadoshim Samira Abzalova bilan mix musobaqasida yaxshi natijalarni qayd etdik. Undan keyin esa Toshkentda Osiyo o'yinlariga tayyorgarlikni davom ettirdik. Biz uchun yuqori darajadagi sharoitlar yaratildi. Buning uchun juda minnatdormiz. У меня, конечно же, очень хорошо прошел этап плавания. Osiyo o'yinlari doirasida suzish va lazer run musobaqasida kuchli 5 talikdan joy egalladim. Biroq ozgina qilichbozlikda omadim kelmadi. Raqiblarim kuchli. Olimpiada va jahon chempionatlari g'olib va sovrindorlari edi. Biz o'zimizga kerakli xulosalarni chiqarib, mashg'ulotlar davomida aynan qaysi jihatlarimizni yanada charxlab borishimizni belgilab oldik. 2024-yil Janubiy Koreyadagi Osiyo chempionati va boshqa davlatlarda tashkil qilinadigan yirik musobaqalarda ishtirok etish niyatidamiz. O'ylaymanki, barcha startlarda yaxshi natijalarga erishamiz. Asliddin Baxtiyorov, Aziz Mo'minov, Sherjon Ahmedov kabi iste'dodli yoshlarimiz uchun ham 2023-yil juda omadli bo'ldi. Ular ishtirok etgan deyarli barcha musobaqalarda shohsupadan joy egallashdi. Yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida raqobat qanchalik jiddiyligini hozirda yaxshi bilgan sportchilarimiz 2024-yilda murabbiylar tomonidan belgilangan barcha vazifalarni amalga oshirish niyatida. 2023-yil bizda eng yanvardan boshlandi. To'g'ri musobaqa bo'ldi Olmaotada. O'shanda biz komandli mixda Toykira bilan ikkinchi o'rinni oldik biz. Keyin Belarus davlatida o'quv mashg'ulot yig'inlari bo'ldi. Biz yerda qatnashdik. O'zimiz uchun katta tajriba oldik. O'zimizdan baribir kattalar bilan qatnashib, keyin jahon chempionati bo'ldi Misr davlatida. Mani birinchi jahon chempionatim bo'ldi bu. Niyatimiz endi Los Angeles 2028 ga yo'llanma olish. yilda Osiyo chempionatida ishtirok etdik. Komanda bilan birga 3-o'rinni oldik. Shu bizga xursandchilik keltirdi. Xalqaro tajriba sportsmenga juda kerak. Chunki katta arenalarga chiqqaningizda baribir
boshqacha his-tuyg'ular bo'lar ekan. O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan musobaqalardan keyin chetga chiqib ishtirok etsangiz, u boshqacha adrenalin va katta ahamiyatga ega. 2024-yil rejalarim yaxshilab tayyorgarlik qilib, bayrog'imizni tepaga ko'tarib, Xudo xolasa shu kelayotgan Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish. Очень запомнился соревнованиями. Men zamonaviy beshkurashga kelganimga endi 1 yil bo'ldi. Aynan 2023-yil taassurotlariga boy yil bo'ldi deb ayta olaman. Suzish sporti bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelar edim va zamonaviy beshkurashga qatnashishga qaror qildim. Bundan faqat faxrlanaman. Dastlab konkursda ishtirok etishim sal qiyinroq bo'ldi, lekin astalik bilan moslashib ketdim. Yoshlar o'rtasida jahon chempionatlarida qatnashdik. Birlashish oson bo'lgani yo'q. Aynan shu xalqaro startlardagi tajribamiz orqali borgan sari natijalarimizni yaxshilab boryapmiz. Yoshlarimiz ishtirok etgan yana bir musobaqa 2023-yil avgust oyida Minsk shahrida tashkil qilingan Mustaqil Davlatlar hamdo'stligi o'yinlari bo'ldi. Dunyoda kuchlilar qatoridan joy olgan Belarus, Rossiya, Qozog'iston, Kuba va Misr terma jamoalari yetakchi vakillari qatorida O'zbekistondan Samira Abzalova, Mehriniso Qahramonova, Aleksandr Kutyanudis va boshqa sportchilarimiz munosib ishtirok etishdi. Тот вклад, который делает для нас тренер. 2023-yil har birimiz uchun yaxshi natijalarga boy bo'ldi. Albatta bunda ustozlarimizning mehnatlari katta. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Vadim Maksevich bilan ishtirok etgan har bir bellashuvni mulohaza qilib, kerakli xulosalar chiqarib, 2024-yilda jahon chempionatlarida yuqori natijalarni qayd etishni ko'zlaganmiz. Avval esa yilning boshida xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida ishtirokimiz belgilangan. Bunday tadbirlar jarayonida biz bilan birgalikda ko'plab davlat vakillari ishtirok etishadi. Bu esa muhim natija beradi. Biz raqiblarimizni tanib, musobaqalar doirasida ularni qanday mahoratimiz bilan yengib o'tishimizni belgilab olamiz. Shunday qilib, zamonaviy beshkurash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi vakillari yaqin kelajakka katta maqsadlar qo'yishgan. Alisa Faxruddinova Parij 2024 da muvaffaqiyatli ishtirok etishni rejalashtirgan bo'lsa, qolgan yoshlarimiz Los Angeles 2028 o'yinlarida qatnashish uchun hozirdan tayyorgarlikni faol boshlab yuborishgan. Muhimi, ularning har birining oliy maqsadi yurtimiz sharafini xalqaro sport arenasida munosib himoya qilish.